Real Madrid Barselonaga yordam bergan desam, ishonasizmi? Albatta ishonasiz, aldamayman. Faqat kanalimga obuna bo'lib qo'yib, like bosib qo'ysangiz, hozir to'liq tushuntirib beraman. Tasavvur qila olasizmi, maydon ichida bir-birini juda ham yomon ko'radigan raqiblar aslida maydon tashqarisida do'st ekan. Bilasizlar, hozirda Barselonada moliyaviy muammolar yetarlicha va qishda shu tufayli ular Fran Garcia va Dani Olmoni jamoaga registratsiya qilisha olmagan edi. Ammo bir necha kun o'tgach ular buni uddalashdi. Lekin qandoqligi endi ma'lum bo'ldi. Qarabsizki, Florentino Perez, ya'ni Real Madrid prezidenti, Barselona shunaqa muammolarga duch kelganligini eshitib, kerakli joylarga qo'ng'iroq qilib, bu ikkita o'yinchini registratsiya qilishga yordam bergan ekan. Ko'rayotganingizdek, bu jamoalar maydon ichida bir-birini yomon ko'rsa ham, maydon tashqarisida ular yaqin do'stlar ekan. Bu Real Madrid uchun oddiy hol bo'lsa-da, Barselona ularga qanday yordam bergani meni hayratda qoldirdi. Ammo bu juda ham uzun